Bugun 8-mart xotin va qizlar bayrami va shu munosabat bilan bugun men oyinga kichik bir surpriz tayyorlaganman. Ochiqlardan keyin biz ularga tayyorlagan surprizimizni beramiz. Juda qatqarchilaman to'g'risi. Chunki oldinman bunaqa video olmaganman. O'tir onam bilan seni bizning mahallamizdagi magazinga qarab kirib ketishyapti. Ammo o'tib mashina kutib turaman. Lekin просто kutmayman. Ametdan sovg'ani olib hozir ona mana shu yerda o'tiradilar, ishla uni ochib qo'yamiz, prikolniy choli qilib. Kelib o'tirayotganlarda ko'rib hayron qolishlari kerak. Ana hozir ovqatdan sekin bu ketni olishim kerak. Lekin onam qarab qolsa kerak emas magazin ichidan. Gulni olamiz. Hoppa, orqaga tashlab qo'yamiz. Xullas o'rtoqlarim, gulni mamki qo'yib, choli qilib qo'yib, mana buni bu yoqqa qo'yib qo'ydim va anani просто ona magazin chiqishlarini kutaman, и всё. Va o'rtoqlarning eng qiziq joyi mana onam kelyaptilar. Assalomu alaykum. 8-martaringiz bilan ona. Surprizlaring sani ko'p. Keling, o'tiring. Oling mana qo'lingizga. Rahmat bolajon. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Xudoga shukr. Yaxshi ko'raman. Men buni doimona aytdi, anchadan beri ko'rib yurgan ekansiz. Shuni bugun bayram povod bilan sizga oldik. Rahmat o'g'lim. Sog' salomat bo'ling. Doim Alloh berganiga shukr, topganlaring yaxshi kunlaringda sarflash doimo nasib ro'za aylasin. Alloh umringizni ziyoda qilsin.